Somsa sevar xalqimu, keling, yangicha somsa retsepti bilan keldim. Ham yangicha, ham osongina, ham qarsillashi bo'yicha bunaqa somsani hali ko'rmagansiz. Lavash xamiriga eritilgan saryoni sepib, ko'rsatilgandek qilib o'rab, bo'laklarga bo'lib olamiz. Nachinkasi albatta xohishga ko'ra ismaloq hamda sirdan foydalandim. To'g'ralgan ismaloq, qirg'ichdan chiqarilgan sir, birozgina tuz. Nachinka tayyor. Tugilishiga ahamiyat bering. Barmoqlarimiz yordamida o'rtasidan chuqurchani hosil qilib, nachinka bilan to'ldiramiz. Chetlari yopishi uchun birozgina suvlab, keyin yaxshilab ezamiz. Qizib turgan pechga pishirish uchun yuboramiz. Qip-qizil bo'lishini xohlasanglar, ustiga saryodan ozroq surib olinglar. Yengilgina, osongina, yangicha somsa tayyor. Hidi shunaqa xonani tutadi. Ro'zadorlarning ishtahasini ham ochib oladi. Voy, qarsillashingdan oping o'rgulsin. Shunday qilib, oson somsa retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilib, iftorlikda flavisni, muzdekni, nokli suvlari bilan chanqog'ingizni qoldiring.